Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga bir original YouTube'ga video joylashga harakat qilaman. To'g'risi tushuninglar, kam ko'si bo'lsa rozi bo'lasizlar, like, подписка tugmasini bosib qo'yinglar. Menga juda ko'p a, savollar kelib tushgan. Yana shular haqida to'liqroq ma'lumot beraman. O'zi asli bu savollarni yozib olishim kerak edi, juda ham yaxshi bo'lardi. Birinchi savol, sizlarda qurilishlar, утепленный qurilishlar oddiy qurilishdan nima farq qiladi va shuni muhokama qilib chiqamiz. Narx tarafdan har taraflama. Endi qaranglar. Hozir biz o'zimizni proyektlar bo'lsa, 1 kvadratini 149 dollardan qurib beryapmiz. Endi misol tariqasida aytib o'tib ketaman. 10 ga 10 uylar bo'lsa 100 kvadrat, bizniki 14.900 dollar chiqadi material xizmati ichida. Material xizmati ichida. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Endi oddiy qurilish qilsanglar, утеплительsiz mana shu g'ishtlarda, xuddi shunaqa g'ishtlarda respublika bo'ylab Toshkentdan 500 kilometr uzoqlikdagida narx o'zgarmaydi. Shunda olib borib qurib beramiz 130 dollardan утеплительsiz. Hozir hisob kitob qilib qarasam, juda ko'pchiliklar bizga hisoblatyapti, oddiy qurilish qilganim afzal deyapti. Endi buni kommentariyaga yozib ketasizlar. Bizning loyihalarda hozir 5-6 ta proyektlarimiz bor. Har 100 kvadratdan 1900 dollar baland chiqadi. Sizlar oddiy qurilish qilganinglar afzalmi yoki утепленный uy zakaz qilganinglar ma'qulmi? Shuni men ham yana ham tushuntirishga harakat qilaman. Endi pena blokdan 100 dollardan 110 dollardan biz qurmaymiz. To'g'ri tushunasizlar uni. O'zining mutaxassislari bor. Murojaat qilaverasizlar. G'ishtli 10 ga 10 uy zakaz qilsanglar, утеплительsiz 13.000 dollar bo'ladi, bizda 14.900 dollar. Endi sizlarning proyektinglar sложный bo'lsa 1 kvadratini 165 dollardan qisman kelishadigan joyi bor. Agar kelib muhokama qilsak, agar uchastkalaringiz to'g'ri bo'lsa. Bizning loyihalar ham juda zo'r, kompaktli, minimalizmda ishlangan. Shularni inobatga olasizlar. Endi oddiy qurilishdan, misol uchun 1900 dollar 100 kvadratda farq qilayotgan bo'lsa, tashqi fasadda suvoq qilmasanglar ham bo'lardi. Bir izolyatsionni bazalt ishlatamiz. G'ishtlarimiz ham ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqa go'standardda uriladi. Endi sizlar o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Keyinchalik oddiy qurilish qilgan taqdirlarda ham uni утеплить qilasizlar, suvoq qilasizlar. O'zingizlar hisob kitob qilib ko'ringlar. Endi xomushdan penoblokdan qursanglar 100 dollar 110 dollardan aylanadi. 100 kvadratlar где-то 10 ming, 11 ming dollarga chiqadi. Endi oddiy qurilishda ham 3 xil toifasi bor. Xuddi mana shunaqani misol uchun loyda urishadi. Qum sementda urishadi, qum sementda polni shof go'st standart urishadi. Shularni inobatga olib qo'yasizlar. Endi biz quradigan uylarimizni albatta ichlarini обратный засыпкаdan oldin gidroizolyatsiya qilinadi, kommunikatsiyalar tortiladi, vanna, sanuzel, tualetlar bo'lsa, kuchna bo'lsa, kuchnalargacha chiqarib ketamiz. Endi oddiy qurilish, naborot, kechagina hisob kitob qilib ko'rsam, bizga ham vigid ekan. Oddiy qurilish qilsa ham bundan buyog'iga qurib beramiz. Kvadrati 130 dollardan. Sababi bosh og'rig'i kam, ham tez bo'ladi, har taraflama. Iqtisod tarafdan ham har taraflama bemalol aloqaga chiqasizlar. Oddiy qurilish bo'lsa ham muammosi yo'q. Endi ko'proq men targ'ibot qilganim shu утепленный uylarda bizda hozirda konkurent yo'q. Shuni ko'proq targ'ibot qilmoqchiman. Tanlov imkoniyati o'zingizlarda. Fundament masalan, ko'pchilik yozgan fundamentlar past degan boshqa degan Yevropa standartlari bo'yicha 60 sm juda ham normal, 5 ta stupenka bo'ladi. Endi ko'proq baland desalar muammosi yo'q. Baland qilib qurib beraveramiz. Podvalli desangiz, podval ham qurib beramiz. Как положено, shu gidroizolyatsiya hammasi bo'ladi. Podval ham kvadratga qo'shilib qoladi. Shularni inobatga olib qo'yasizlar. Xo'p, yana savollar bo'lsa albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Like, подписка. Xo'p, oddiy qurilish bo'yicha endi haqiqatdan zakaz qilinglar. Oddiy qurilish ham namorat bizga yaxshi ekan. Утепленный uyga nisbatan. Sababi утепленный qurilishda bu shunaqa go'st standart uradigan ustalar juda ham kam. Shu taraflarni ham inobatga olasizlar. O'ziga yarasha bosh og'riqlari juda ham ko'p. Endi yana ko'p savollar kelib tushganida hozir eng aniqi yozib olsam bo'lar ekanda. Respublika bo'yicha qurib beramiz bularni. Endi podkulish xizmatlarimiz ham bor, pol podkulish xizmatlarimiz ham bor. Kimda-kim hozir eng og'riqli ko'p zakaz bo'layotganlar korobka holatda bo'lyapti. Juda ham har taraflama arzon, sifatli korobka
zakaz qilasizlar. Qolganlaridan ustalar muammo emas. Bizda shunaqangi kim bizdan korobka holatda zakaz qilishsa, onlayn сопровождениямiz ham bor. Eshik rom o'rnatadimi, suvoq qiladimi, shunga o'xshagan ishlar bo'lsa, bizga murojaat qilinsa, usta kerak bo'lsa ustalardan yordam beramiz. Qum suvoq, отделка masalasi bo'yicha hatto qo'ldan kelgancha biz yordam beramiz. Hozirgi bizning proyektlarimizda shunaqangi minimalizmda shaxsan o'zim boshchiligimda chizganmiz. Shu 6 ta 7 ta proyektlar bor. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Yo men, yo yordamchim albatta tashib beradi. $15,000 5 xonalilar 15,5 minglik loyihalarimiz bor. Ikkita xo'jalikka bor, 114 kvadratlik $16,900 chiqadi. Profnastilda bo'lsa $18,000 chiqadi. Material xizmati ichida, utepленный versiyada. Oddiy qurilish bo'lsa, oddiy qurilishga ham hisoblab beramiz. Proyektlaringizni tashlasangiz, yo bo'lmasa oddiy ruchka qog'ozda tashab jo'natsangiz ham hisoblab tashab beramiz. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like, подписка tugmasini bosib qo'yasizlar. Bizning manzilimiz Andijonning Xo'jobodida, mana shu ofisimiz birato'la qurilishlarni ham ko'rib ketish imkoniyati bo'ladi. Respublika bo'yicha yo'lga qo'yapmiz. Savollar bo'lsa, endi nima ham deymiz endi. Sizlar bilan Jasurbek Stroy g'ish urishlariga, boshqalarga like, подписка tugmasini bosib ketasiz, shu ustalarimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.